Assalomu alaykum. Yangi Darxon 1dan, Sergeli Yangi Hayot tumani Yangi Darxon 1dan 3 xonali uyimizni sotuvga chiqdi. 16 etajli novostroykaning 8-etajida juda yaxshi fayzli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida uyda obzorini ko'rsatib, narxlarini ham aytib o'tib ketaman. Bu uyimizga yetmagan pullaringni ipoteka qilsa ham bo'ladi. Yaxshi fayzli mahalla. Mahallasi ham yaxshi, parkovkalari ham yaxshi. Bemalol bu uyda investitsiya uchun olsanglar ham bo'laveradi. Kvartirani ham turibdi. Xohlasanglar o'zini kvartirani ham qoldirib ketsanglar bo'ladi. Tak, xonadonimizga ham kirib oldik. Kiruvishimiz shunaqa to'g'ri, uzun koridor. Kengashgina kirganimizda bu xonamiz, xohlasanglar detskiy qilib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar zalga ishlatsanglar bo'ladi. Bu xonamiz ham katta, bu ikkinchi katta xonamiz. Buni ham aytganimda anaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Detskiy bo'lmasa zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'rta xonani ko'pincha zal qilsanglar yaxshi bo'ladi. Chunki o'rtada joylashgan. Bu yoq tarafi mana ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafga qaragan. Ko'rsatib o'tib ketaman. Orqa taraf dala hovlilarni bu Yangi Darxon 2. Yangi Darxon 2 shundan ko'rinib turadi. Pastga ma'murlarga mashina qo'yishga parkovkalari ham, magazin, hamma narsa yaqin, qulay. Xonadonimizda 3 xona, skvoznoy, ikki tarafga qaragan. Dokumentalni kadastrda kvadrati 74 kvadrat deyilgan. Bu xonamiz oshxona. Oshxonamizda ko'rayotgan mebellari bor. Bu yerda hozir kvartirantlar yashab turibdi. Ayrim narsalar qoladi, ayrim narsalar kvartirantga olib chiqib ketadi. Bu balkoni. Balkoni ham bu narsa qo'yib qo'yishlar bo'ladi. Bu tarafda родительский спальня. Ko'rishingiz mumkin, juda ixcham, juda chiroyli xonadon. Juda fayzli xonadon, kvartirani tursa ham akkuratni yaxshi turishgan ekan. Bu yerda ham spalni uchun ham bitta balkonimiz bor. Bu domni oldi tarafi, podest tarafi ko'rishingiz mumkin, stadion, bolalar o'yingohlari, mana bu yerda magazinlar, hamma narsaligi bor. Mana bu to'g'rida maktab, bog'cha, shuna yaqin 50 metr. Bu yoqqa borsa, ostanovka bor. Mana bu domni orqasida ostanovkada ham bemalol avtobusdan transportda yetib olsanglar bo'ladi. 10 ta marshrutka, 4 ta avtobus qatnaydi. Transportdan umuman qiynalmaysizlar. Bu uyimizni xohlasanglar ipotekaga ham chiqarib beramiz. Sal yetmagan summalaring bo'lsa, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 64,5 million dollar deb belgiladik. Pastdan nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa tepasida baraka qilish vaqti sunnatiga bu narsa o'tib beramiz. Sanuzilni esimdan sal ko'tarilibdi. Sanuzilimiz ichmay joylashgan. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Yaxshi qulay joylashtirgan. Xonadonimiz juda fayzli, sotib olsanglar bemalol yashasanglar bo'ladi. Juda yashashga lokatsiyasi ham, joyi ham, uyda ichini sharoitlari ham qulay. Endi aytganimdek, pullaring sal yetmay qolsa, ipoteka qilib ham chiqarib beramiz o'zimiz. Uyimizda hech qanaqa qarzdorchilik yo'q. Kvartirantlar sarazi uyni bo'shatib beradi, bir 10 kun, 15 kunda ichida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telegram kanaliga o'tib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar bizga.